ko'pchilik uchun sevgi bu tipa o'ldim qoldim u qildim bu qildim. Menda mana bitta odam bilan gaplashyapman, to'g'ri kelyapti, menga xarakter u bilan встречаться qilyapman, to есть uchrashib yuribmiz, bo'ldi bir-birimizni yaxshi ko'ryapmiz. Misol uchunmi? Yo, bo'lgan narsa. И yurib и какой-то момент bo'ldi, ora uzilyapti. Какой-то моментga bir 2-3 yil o'tgandan keyin o'zim uzoq встречаться qilaman. И ora uzilgandan keyin siqiladi, voy qaytgim keldi, bu xato bo'lish kerak emas bunaqa. Yurek uzilgandek bo'ladi. Shunday bo'ladi. Boshqasi kelgandan keyin ham zo'rroq ekan, bo'ldi, darsh ketdi. Qani sevgi? Sevgi yo'q-da, endi olib qarasa. Endi ko'pchilik aytadi, sevsa butun umrni oxirigacha bo'ldi, bunaqasi. Balki men hali ham uchratmagandirman o'sha. Aka, ko'p uchratmagan ekansiz. Вот, наверное, misol aytib beraman, men haqiqatan ham sevib qolganman. U sevgi degani men odamni ko'rasiz, uradi nima deyishgan bilmay qolasiz, qilib qolasiz. Macho mayinda bor, mana siz mana ko'p qizlar bilan gaplashasiz. Любой qiz bilan bemalol gaplasha olasiz-da, men aytaman, dovdirab